Diqqat! O'zbekiston pasporti yoki ID kartasi bor fuqarolarga tezkor xabar. Rasman endi millionlab o'zbekistonliklar eng yoqimsiz jarimalardan birini to'lamaydi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. O'zbekiston va jahonda sodir bo'layotgan so'nggi xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Erkaklik quvvati pasayishi va prostata muammolari hayotingizni qiyinlashtiryaptimi? Tez-tez hojatga chiqish va og'riq va jinsiy zaiflik tufayli o'zingizga bo'lgan ishonchni yo'qotyapsizmi? Bu muammolarga e'tiborsiz bo'lmang. Vulkan mahsuloti erkaklar sog'lig'ini tiklaydi, prostata shamollashini davolaydi va jinsiy quvvatni maksimal darajada oshirish uchun maxsus ishlab chiqarilgan. Vulkan bilan kuchingizni va baxtli hayotingizni tez muddatda qaytaring. Hoziroq qo'ng'iroq qiling, chunki sizni ayni damda qaynoq aksiya kutib turibdi. Rasman millionlab o'zbekistonliklar eng yoqimsiz jarimalardan birini endi to'lamaydi. Endi pasport yoki ID kartani yo'qotgan yoki buzib qo'ygan fuqarolar jarima to'lashmaydi. Avvallari bunday holatlar uchun 1.300.000 so'mgacha jarima solinar edi. Endi esa hujjatni tiklashda faqatgina davlat boji to'lanadi. Yangi tartib tasodifan yaroqsiz holga kelgan hujjatlarga ham tatbiq etiladi. Bunday holatlar uchun jarima bekor qilindi. O'zgarishlar oktyabr oyidan kuchga kiradi va hujjatlarni tiklashni osonroq, tezroq hamda arzonroq qilishingiz mumkin.